Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan legendarniy 18 kW haqida gaplashamiz. Otib turgan masofasini ko'rib turibsizlar. 2 metr, 3 metrga otyapti. Mana suv nima deyapti endi mana. Podyumda ko'rasizlar, o'zlaring baho berasizlar, ariqni ko'rsatamiz. Suv to'lib oqyapti. Ariq kattaligini ko'rib turibsizlar. Davlinasini ham ko'rib turibsizlar. Bu yerda 18 kW nasosimiz ustunovka bo'lgan. Высокий подъем 20 metr, uzoqligi 35 metr. Da mana shuncha bir ariq suv berib turibdi. Salkam bitta bu 60 gektar yer bor. Bitta 30 kW qo'yganmiz. Voy, hamma zabdilar. Bitta 30 kW qo'yganmiz. U kuyib qolibdi. Ochiq mana kuygan u. Bitta 7,5 kW turibdi. Buni ham ko'rsataman. Bu bizning o'sha kichkina 7,5 kW'imiz. Eng kichkina nasosimiz shu bo'ladi. Buni suv chiqishini ham ko'rib turibsizlar. Bu tomondagisi bo'lsa 18 kW ko'targani kuchim ham yetmayapti. Chunki nima deydi? Davlinasi o'ta yuqori. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ysizlar. Do'stlarga borib qo'ysizlar, fermer dehqon akalarga, kimgadir shunday xizmatlar kerak bo'lsa 0 dan 100 gacha beramiz. Opsiyada nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Do'stlar, yana bir ko'rsatay shuni davlinasini bir maza qilinglar. 18 kW. Lekin hozir pastda amperni ko'ryapsiz, 14 kW ishlab turibdi. Ya'ni yomon emas, arada ko'rib turibsizlar, eniga 1,5 metr, chuqurligi 1 metr. Zakon holatda ishlab turibdi. Do'stlar, 30 kW nasosimiz 2 yilda 3 yilda 2 marta kuygan. Kuyatda temir bo'lgan postoyanniy mana shu yerda 40 gektarmi, 60 gektarmi bilmayman. Ishlab yotadi, uchtasi tinmaydi. Lekin bitta 18, bitta 30, bitta 7,5 mana shuncha yerda sholi 20 gektar ko'l qolgani polni sholi. Sholini ham ko'rsatib o'tamiz. O'sha joyda mana shu nasoslar eplayapti. Suv chiqarib yetkazib beryapti mana shu nasoslar. Ko'ribsiz, davlinasi yomon emas. Yonidagi bo'lsa 7,5 kW bo'ladi. 7,5 kW bilan 18 kW video obzorini bitta videoda qo'yib ketamiz. Pastda ishlashlarini ham hamma ma'lumotini bitta videoda beramiz. O'zi aslida ikkita video qilsak bo'ladi, biz ikkalasini birdan beramiz. Endi navbat 7,5 ga. Bu ham og'ir. Mana ko'rib turibsizlar, 7,5 kW nasosimizni ishlashini. Bu ikkinchisi bo'ldi, mana suv chachirashi. Xo'p, nima deydi? Endi bu yerda bizni chaqirishlardan maqsad 7,5 kW nasosing kuyib qoldi deyishdi. Mana kelyapmiz, qo'yganimizga 1 yildan o'tdi. Lekin hop, nima deydi? Kesak biz qo'ygan 7,5 kW ishlab turibdi. O'zlari olib kelgan 7,5 kW kuyib yotibdi. Bittasi anglashilma mo'chili bo'lgan. Hop, 30 kW nasosimiz ham kuygan. Endi nima deydi? Bel ketdi-yu. Mana sizlarga nasos qanaqa bo'ladi? Suv chiqishini ko'rib turibsizlarmi? Ariq to'lqin qilishini qara. Vapshim katta suv chiqyapti. Do'stlar, endi nasos ustunovka jarayonlarini video davomida qo'yib boramiz. Eng qiziq joyini oldin sizlarga ko'rsatkim keldi. Amperlargacha, shitlargacha qo'yamiz. Nasosda turgan joyini ham video davomida ko'rsatib boramiz. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Like bos, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. O'smayapsizlar. Ma'lumot kerak deb so'rayapsizlar, beramiz qo'ldan kelgancha, lekin mehnatni qadrlamayapsizlar. Bilmayman nima bo'ldi. Xo'p, mana bu yerda mana 7,5 kW nasos turibdi. Qaysi firmaligini aytmaymiz, bilgan bilan bilmagan o'zi biladi. Kuyib qoldi. Kuygan nima etish kerak-ku? Dakansa ishlaydi, duymaydi hamma ham. 30 kW ham kuygan, ustiga ketgan. Bayda bitta no tomoni bo'lyapti endi. Bitta qiziqarli tomoni. Buni kim qilganini biz topa olmayapmiz. Yaqinroq ko'rsating. Xo'p, biz bu yerda mana ko'rib turibsizlar, o'sha doim qo'yadigan miya 712 pazdashtilar bilan qo'yganmiz. Kimdir bu yerga kelganda kelib tur, mana voltmetrlargacha kuyib yotdi. Hech kim e'tibor bermaydi mana bu. 7,5 kimdir bu yerga kelib GD3 bilan GD5 qo'yib ketibdi. Buni nimaligini bilmaganda u mantu. Bilmasa tiymaslik kerak. Bu yerga kelib nima bo'lgan?
Qo'pol qilib aytganda, bu yerda fazlashda yo'q deyilgan-da. O'zi mana bo'lgan, bu yerda fazlashda bo'lgan. Buni bilmasdan amper, hozir mana necha amperda ishlayapti? Kim biladi shuni? Necha amperda ishlayapti? Kim biladi? Mana uni aqa-baqa buroladi. Hamma yo'q, necha amperga qo'yib qo'yganigacha bilib bo'lmaydi. Qachonki kilosh bilan tekshirguncha. Mana bu bittasi 7,5. Bu yerda ham mana 18 ham shu. Voltmetrlargacha uzib tashashgan. Bu miyani ham uzib tashab, promoy qilib ulab qo'yishgan. Ha, lekin mana bu yerda 22 kilovattimizda turibdi shu narsa. 22 kilovattimizda turibdi, mana 40 amperda ishlab turibdi. Bilasiz, fazalar tekshirasiz, mana xotirjam hammasini tekshirsangiz bo'ladi. Bu tomonda mana 30 kilovatligimizga ham qo'yib berganmiz. Bu ham turibdi. Endi tushunmasa 30 kilovatni ham uzib GD3 bilan GD5 qo'yib qo'yishibdi. Endi tushunmasa qilmaslik kerak-da, nima qilib. Xo'p, mana endi 22 kilovat suv chiqarishni bitta obzor qilamiz va 18 kilovatnikini ko'rsatdim. 18 kilovat videosini qo'yaman va uning orqasidan 22 kilovat videosini qo'yaman. Solishtiramiz. Centravijning 22 kilovat, Gulibinning 18 kilovat. Nasosimiz ustonovka bo'lgan joyini ham ko'rsating. Do'stlar, biz bu yerga tekis bir xilda to'g'ri qilib o'rnatib ketganmiz, o'zlari olib qo'yib, nasoslar hammasi bir tomonga qarab yonboshlab yotibdi. Ichidagi salnikni yeb yotibdi. Ertaga u salnik o'ladi, nasos qiziydi, kirchatga tugaydi. Chunki salnik bo'ladigan bo'lsa yonboshga bir tomonga tegib qolgandan keyin korpusni yeb tashlaydi. Keyin yana nima bo'ladi? Nasos mana shunaqa bo'lib qoldi degan narsa bo'ladi. Biz qiyshaytirib qo'yibmiz degan narsa bo'lmaydi. Bularni tik holatda o'rnatish kerak. Bizdan uzoqlashmaysizlar, kanalda doimgidek aytaveramiz, lekin amal qilmayapsizlar. Yangi bo'lsalar obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ysizlar. Bundan keyingi videoroligim Xudo xolasa, nasib bo'lsa Qashqadaryoda 30 kilovat bo'ladi yoki Samarqandda 37 kilovat bo'ladi. Bizdan uzoqlashmaysizlar. Bu yerda yana 30 kilovat qo'yib qolishimiz ham mumkin. Rahmat hammaga, fermerlarga jo'natib qo'yasizlar.